Germaniya bu mamlakat ko'plab sohalarda yetakchilik qiladi va hamisha butun dunyoda o'qish va nufuzli kompaniyalarda ishlash xohishidagi yoshlarni o'ziga chorlab keladi. Yoshlar ishlari agentligi viloyat boshqarmasi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan professional ta'lim muassasalari o'quvchilarini xorijiy tilga o'qitish kurslarini tashkil etish maqsadida yo'lga qo'yilgan bu kurslar 2023-yilda boshlangan. Kurslarda 60 nafar yigit va qiz nemis tili bo'yicha tahsil olib kelmoqda. O'qitish xarajatlari esa Yoshlar ishlari agentligi tomonidan kompensatsiya asosida qoplab berilmoqda. 2022-23 o'quv yilidan e'tiboran Urganch davlat universiteti va Urganch Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'rtasida tuzilgan shartnomaga muvofiq nemis tilidan kurslar olib boryapmiz. O'quv kurslari Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va Sog'liqni saqlash vazirligining 2023-yil 7-apreldagi ko'rsatma xatlarining ijrosini ta'minlash maqsadida chet elda ishlash istagida bo'lgan texnikum o'quvchilarini orasidan qobiliyatlilarini saralab olib tashkil etildi. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi va Yoshlar ishlari agentligi tomonidan har oyda o'quvchilarning nemis tilidagi bilimlarini nazorat qilish maqsadida test sinovlari o'tkazib kelinyapti. Til o'rganuvchilarining nemis tiliga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish maqsadida Urganch davlat universitetiga Germaniyadan tashrif buyurgan professor o'qituvchilarni dars jarayoniga taklif qilganmiz. Bu nafaqat nemis tiliga bo'lgan qiziqishni oshiradi, balki o'sha davlatning madaniyati bilan yaqindan tanishishga ko'mak beradi. Ich heiße Dilrabo. Mening ismim Dilrabo, 23 yoshdaman. Ayni paytda Urganch Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumida tahsil olyapman. Oilaliman. Hozirda bir nafar farzandim bor. Nemis tilini o'rganayotganimga 1 yil bo'ldi. Shuni mamnuniyat bilan aytishim mumkinki, ushbu til kursi bizlarga juda ham ko'p imkoniyatlar bermoqda. Nasib qilsa o'qishni bitirib, qo'limga mutaxassislik diplomini olgach, nemis tili bo'yicha ham sertifikat olishni va Germaniyada ishlashni xohlayman. Yana bir muhim jihati ta'lim muassasasida Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hamda Sog'liqni saqlash vazirligining tibbiy ta'limni rivojlantirish markazi tashabbusi bilan nemis tilini o'rganish bo'yicha 2 o'quv kursi tashkil etilib, unga Urganch davlat universitetidan tajribali va salohiyatli mutaxassislar jalb qilingan. Texnikumda nemis tili o'quv kursi uchun shart-sharoitlar yaratilgan. O'quv xonalari ta'mirlanib, nemis tili bo'yicha ko'rgazmali qurollar va texnik vositalar bilan jihozlangan. Bugungi kunda o'quv kursida 34 nafar talaba yoshlar til o'rganishmoqda. I have been accepted to this institution to study nursing. Men bu yil hamshiralik ish yo'nalishi bo'yicha ushbu muassasaga o'qishga qabul qilinganimdan juda ham xursandman. Chunki texnikumimizning tajribali va bilimli o'qituvchilari bizga saboq berishmoqda. Dars jarayonlari o'ziga xos tarzda qiziqarli va mahorat bilan o'tiladi. Bu maskanda biz yoshlarning bilim olishimiz uchun barcha sharoit yaratilgan. Bunday sharoit va imkoniyatlardan unumli foydalanib, kelgusida ota-onam va ustozlarim ishonchini oqlab, o'z kasbining ustasi bo'lishga astoydil harakat qilaman.